G'azo sektoridagi ko'chirilgan aholilar non mahsulotini topishda og'ir qiyinchiliklarni boshdan kechirishda davom etmoqda. Bunga sabab bosqinchilar tomonidan insonparvarlik yordamlarining kiritilishiga to'sqinlik qilinayotgani hamda ko'plab novvoyxonalarning faoliyati to'xtab qolganidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: qaysi musulmon qorni och musulmonga taom bersa, Alloh uni jannat mevalari bilan taomlantiradi. Bugun 2026-yil 13-iyun shanba kuni. G'azo sektoridagi ko'chirilganlar lagerida non tarqatish loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Ushbu xayrli loyiha Saxovatli qo'llar xayriya tashkilotining yordami bilan amalga oshirilib, G'azo sektoridagi ko'chirilgan aholilarga 300 bog'lam non tarqatiladi. Alloh sizlarni yaxshilik bilan mukofotlasin. Zamani ajibna limadha kabirna wada'na ma'al umri hatta kusirna تركنا الصحابة وما قد ألفنا وما عاد أمس ولا نحن عدنا خسرنا الملامح في كل ركض وكم من فؤاد لنا قد فقدنا نحن إلى ما مضى كالديار تحن إلى من ببعده شيخنا سلام على ذكريات السنين سلام على ما فقدناه منا نئن مع العمر من ألف جرح ونجهل من أي حزن بكينا